Xalifa Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida G'asson amirlaridan bo'lgan Jabala ibn Ayham iymonga keldi, musulmon bo'ldi, Makka ga keldi. Xalifa uni kutib oldi. Chunki G'asson urug'i arab qabilalarining ichidagi eng qudratli askari jihatidan katta bo'lgan qabila edi. Nasroniy dinida edi bular. Xalifani keyin iymonga kelishdi. G'assonning podshohlaridan bittasi. Ka'bani tavof qilar ekan, musulmon bo'ldi. Bir sahroyi badaviy yigit beqasd haligini ridosini bosib oldi. Rido tushib ketdi yelkasidan. Haligi Jabala qarasa boyagi sahroyi. Bir shapaloq urdida burnini qonatib tashladi. Yigit endi islom birodarlar, u johiliy o'lchovlar ketib bo'lgan. Xalifaga ishini shikoyat qildi. Xalifa Jabalani chaqirdi. Yigitni rozi qilish kerak dedi. Yoki bo'lmasam seni ham burningga uriladi, u totigan narsani sen ham totib ko'rishing kerak.